O'ylab gapiryapsanmi? Kallangni ishlatib ish qilyapsanmi? O'rtoq, nima qiling, majburmanmi? Odamlar tirnog'iga zor. Sen bo'lsa endigina 1 oylik bolani abort qildirib tashamoqchisan. Og'ayni, hali beri men o'zimga kela olmayman. Kamida 2 yil kerak oyoqqa turib olishim uchun. Tushunayapsanmi? Eplolma sen nima qilarding uylanib? Uylanmasam ham bo'lmasdi, bilarding-ku. Adasi boshqasiga berib olardi. Majbur qarz olib uylandim. Agar shu bola tug'ilsa, o'zimga qo'shib uni ham qiynab qo'yaman. Kerak emas, o'rtoq. Tushundim. Xo'p, tasavvur qil, kelajakda ishlaring zo'r bo'lib ketdi. Lekin hozirgi qilmoqchi bo'layotgan gunohing uchun farzandli bo'la olmasang-chi, unda nima bo'ladi? Bolani abort qildirganingdan keyin ishlaring yana ham orqaga tortib ketsa-chi? Har bir inson o'zini rizqi bilan keladi. Qattan bilasan shu bola baraka olib kelsa-chi senga? Shularni o'ylayapsanmi? Ko'zingni ochib ola. Sen tug'ilganingda ham otang qiyin ahvolda bo'lganlar. Esingda, uyingga borganimizda gapirib beruvdilar. Lekin seni abort qildirmaganlar. O'ylab ish qil, og'ayni. Ja bolani boqishga qiynalaman, qo'rqaman, boqa olmayman desang, men o'zim boqib olaman bolani. Lekin abort qildirma. Alo, adasi, men keldim. Kirib ketyapman. To'xta.